Xabar bilan davom etamiz. Qonun hamma uchun barobar. Yo'lda ham, hayotda ham tartibga amal qilish har bir fuqaroning burchidir. Ammo ayrimlar qonunni buzib, keyin o'z aybini yashirish uchun turli yo'llarni qidiradi. Surxondaryoda bo'lgan voqea shunday xatoning navbatdagi misoli bo'ldi. Asli Denovda tug'ilgan va hozirda Termiz shahri Surxon sohil mahallasida yashovchi yigitning yo'l patrul xizmati xodimiga qilgan qarshiligi va uydirmasi uni ma'muriy qamoqqa yetakladi. Gap shundaki, 38 yoshli erkak shu yilning 28-sentyabr kuni Lacetti avtomashinasi roliga o'tirib yo'lga chiqadi. M39 avtomobil yo'lining Termiz tumani Yangiobod mahallasi hududida harakatlanib ketayotgan vaqtida yo'l patrul xizmati 1-safarbarlik otryadi katta inspektori tomonidan to'xtatiladi. Tekshirilganda avtomashina qidiruvda ekanligi va muddati o'tgan jarimalari borligi aniqlangan. Inspektor ulovni jarima maydoniga olib bormoqchi bo'lganda, haydovchi qarshilik qilib, go'yoki xodim undan 100 AQSh dollari talab qilgani haqidagi uydirmani o'ylab topadi. Mana aka 100 dollar so'radi, hozir shunga ko'zini qisdi. Biz ilojimiz bo'lmadi, nima qilaylik endi? Shantajlik o'zini oqlamagach, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi hamda Lacetti jarima maydonchasiga olib ketiladi. Mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudida ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni tan olib, pushaymonligini bildirar ekan, suddan faqat jarima bilan bog'liq jazo so'radi. Pushaymon, endi uzurimni so'rayman, bir jarima qilib bersangiz, onaxonga men qarayman akajon. Tergov sudyasi Oybek Abdurasulov ish bo'yicha to'plangan hujjatlarni atroflicha o'rganib, aniqlangan holat bo'yicha yakuniy qarorni o'qib eshittirdi. O'zbekiston Respublikasi Ma'mur javobgar to'g'risidagi kodeksining 195-moddasida aytilgan huquqbuzarlik sodir qilgan deb topilsin va ushbu modda bilan 7 sutka ma'mur qamoq jazosi tayinlansin. Qamoq saqlangan har bir sutkasi uchun ma'mur qamoq xarajatlari undirilsin. Sobit Qaynarov, Ishquvvat Himmatov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.